Senga oxirgi savolimni beraman. Javob bersang, seni qo'yib yuboraman. Yana nimani bilmoqchisan, Osiyo? Yusuf haqida senga hamma gapni aytdim. Hammasini emas. Yusufning otasi kim ekanini hech qachon menga aytmagansan. Bu operatsiya maxfiy sirligicha qolishini va o'zingdan boshqa hech kim bu sirdan boxabar bo'lmasligini aytganding. Ammo menga aytasan. Yusufning otasi kim? Meni nima qilsang qilaver. Lekin bu haqda senga aytadigan gapim yo'q. Ishonching komilmi? Chunki bu so'nggi yolg'oning bo'ladi, O'ktam Erturk. Sen bu yerda nima qilyapsan? Yusuf haqida gaplashishga keldim. Gaplashadigan gap yo'q. Seni otganini bilgan bo'lsang, u seni qutqarganini ham aniqlagandirsan. Xavotirlanma, hammasini bilaman. Unda Yusufdan nima istaysan? Undan emas, sendan. Yusuf jangi yo'lga kirish arafasida. Endi uning yo'lidan qoch. Men uning onasiman. Aslida sen uning yo'lidan qoch. Agar uni bu xavfli yo'lga tortsang, seni o'ldiraman. Bu ishni o'g'lim uchun qilaman. Hech nima qila olmaysan. O'g'ling bo'lsa ham o'z yo'lini o'zi topadi. Unga to'sqinlik qila olmaysan. Biroq senga to'sqinlik qila olaman. Zeynep to'xta. Po'lat alamdor. Po'latga nima bo'pti? Po'lat o'g'lingning otasi.